Hey, nima qilishyapsan? Kim bu yerga? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshi rahmat. Tinchlikmi uka? Kayfiyating yo'qdek. Katta akamiznikiga o'tishimiz kerak. Yana shu mavzuni men senga aytgandim. Akamizni uyiga qadamimizni qo'ymayman. Menga qilganlarini bilasan-ku. Aka bo'ldi endi qo'ysanglarchi. Bir-biringlarga adovat qilib, jinoyat qilib nima qilasizlar? Hech bo'lmasa katta akamizni so'nggi manzilga birgalikda kuzataylik aka. Nima deyapsan? Nima degan gaping bu? Aka, akamiz olamdan o'tibdi. Azishibsan sen men bilan? Akamiz omonatini topshirdi. Adasan hozir o'taman. Aka, hozir ishdaman. Bo'ldi, ishxonaga o'taman. Kutib turib ketyapman. Hozir, hozir. Yo, hozir. Hozir. Ey uka, Aka yaxshimisiz? yaxshiman? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Hamyongiz yaxshimi? Yaxshi. Tinchlik? Nima oldu? Mana meni olib keldim, oldim. Hey, nima qilishyapsan? Kim bu yerga? Mahallada ham sharmanda qilsin. Kim nima qil? Nima yapti o'zi? Kellarga. Telefon qilib, akamni bo'ldi dedi. Hey! To'xtash. Nimaga unaqa deysan? Aka, siz kattamisiz. Sizlar bu kinolarda, adovatlarda unutish uchun nima biringlar o'lishinglar shart. O'zi hamma ayb menda. Men sizlarni birlashtirish uchun zanjir bo'lishim kerak edi. Shu kibr orqali, gina orqali, adovat orqali men sizlardan shu zanjirni uzdim. Meni kechira olsanglar, kechiringlar ukalar. Kechiring, kechiring. Oqibatdan qochgan jigarlar, mol davlat kelganda ko'p suyunmang, jigarning ko'ksidan nogoh turtmang, mehrdan qochib botqoqqa botmang, oqibatdan qochgan jigarlar